Zor məğlۇbىيەت. ئاپتورى Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllىنىشى və ھالاكىتى. 23-cü bab Kəlgüsіге nəzər. 2017 yılı Bolşevik inqilabının 100 yıllıqıda ilgirki Qızıl meydan, yəni bu çağda erkinlik meydanı deb özgertilidi. Deki Lenin qəbrisi ətrafıga taxta pən tikilib, qəbrini özgertiş əhvalını tosaydı. Lenin qəbrisi yer astı toxtatish meydanının kirish eğizi qilib özgertilidi. Maşina toxtatish meydani zor sandaki sayohatchilarga qulaylik yaratib berish uchun loyihalangan. Sayohatchilar kelgusida Kreml sarayida o'tkazilgan behuda 100 yıl, 50 milyon nahaq ölgen ruh yermenkisini ziyaret qiladi. Bu yermenke мәңгі ötküzülüdü. Bu parça bolsa 2017 yılı Moskvadan kelgen xabar bulup, əməliyyatda dəsləbdi körgəndək undaq yıraqda g'alati emas. Albatta, ihtimal tamamen başqa bir ahval ko'rilib, navbatdagi tuzilma davomlashib, 2017 yilga bag'ucha hech qanday o'zgarish yuz bermasligi mumkin. Vaqti kelganda yana bir Sovet ittifoqi rahbari Sovet ittifoqi xalqiga davlatni gullantiradiganligiga va'da berdi hamda burunqi rahbarlarning bir qator xatoliklarini yana ayblaydi. U ayblaydigan kishilar ham Brezhnev, Stalin ham Gorbachevni o'z ichiga oladi. Gorbachev qo'yib bergan kuch ehtimol tarixning davomlashishini emas, balki uzilishini keltirib chiqarishi mumkin. Kommunizmning Sovet ittifoqidagi kelgusini qandaq mo'lchar qilish, tövandagi masalalarga qandaq javob berishga bog'liq. Gorbachevning siyosati kommunizmning gullanish yoki ojizlashishidan derak beramdi. Gerçi Gorbachev kommunizmning hayotiy kuchi haqida cho'ng so'zlagan bo'lsa-mu, ammo bu masalaning javobi aniqli bo'lib, gullanish emas, balki ojizlashishdir. Bugunga qadar uning islohoti ko'rinarlik o'zgarish paydo qildi. Bu o'zgarishlar mayl nazariya jihatdan bo'lsin yoki amaliyot jihatdan bo'lsin, marksizm leninizmning prinsipiga xiloflik qildi. Sharqiy Yevropa va Jungoda islohot texmo dadil amaliy unumni talab qilib, marksizm leninizm prinsipiga xiloflik qilish xohishi texmo ig'ir bo'ldi. Hozirgi zamon kommunizm harakatining taraqqiyotining umum yuzlanishi bir mezgil asosiy nazariya deb qaralgan narsalardan voz kechish bo'ldi. Sovet ittifoqi texmo shundoq. İqtisod jihatda yezigilik, mulozimat xarakteridagi kasblar, hatto sanoatdagi davlat egidorlik tuzumi yoki xalq egidorlik tuzumidan voz kechdi yoki o'xshamagan darajada ojizladi. Bir tutash plan va mol bahsi tanqidga uchirdi. Ma'lum shakldagi bozor mexanizmini ehtiyotchanlik bilan iqtisodiy turmushga elib kirdi. Siyosiy jihatda Kommunistik partiyaning ommaviy medialarni kontrol qilishi parchalanmoqda. Ideyaviy tarbiya xizmati chekinib, sirtdan kelgan ta'sirni boyqut qilishga o'zgardi. Bir qism kompartiya davlatlarda kompartiyaning birla odamning gapi gap bo'lish bargan sir ko'plagan hujumlarga uchirdi. Faqat kompartiyaning hokimiyatga bo'lgan monopolligi asosiy jihatdan hech qanday ziyonga uchramadi. Buningdan sirt, ijtimoiy amaliyot jarayonida marksizm leninizmdan voz kechib qolmay, kompartiya hukmronlik qatlamidagi kishilarmi kommunizmning ideologiyasidan gumonlandi. Ular izchil tarixiy kiyim silish usuli shaklda o'zlarining o'tmishdagi nazariya kiyimlarini bir qatdan inkor qildi yoki silivatdi.
Haqiqiy kommunizm muritlari Brejnevizmning 20 yillik iqtisodiy kasatchilik va cheriklik davri deb ayblanganligini anglagandan keyin 10 yillik tantak planni yo'lga qo'yish sababli tanqidlangan Xrushyovning amaliyotda davrga mos kelmagan islohot peshvasi ekanligini tushungandan keyin Stalinizmning yetarlik jinoyat xotirlarini ko'rgandan keyin kishilarning o'g'irliqchi kusurlashib Gorbachevning revizionizmi, Leninizmni inkor qilishga boshlaganligini anglagandan keyin ular aniqla kommunizmning yana ishongudak nimasi bor deb gumonlanishga boshlaydi. O'xshashla Jungoda bir mazgil muqaddas deb qaralgan mavzuning ideyasi tanqidiy xarakterda qaytadan baholashga uchramoqda. Sharqiy Yevropada ko'p qism dastlabki partiya rahbarlari o'lgandan keyin Stalinizm qalpig'i kiygizildi. Yuqorqi barliq omillar Marks, Lenin, Stalinlarni shilib ilib faqat Marksizmdan iborat bu quruq jahoznila qoldirib qo'ydi. 19-asrdagi Marksizm yana 21-asrga kelay deb qolgan paytda dunyodagi har xil masalalarni bir taraf qilishda yetakchi prinsip bo'la olishi nihoyat tas. Kommunizm shunday qilib tarixiy xarakterda chekinmoqda. Bu xil chekinish iqtisodda texmi mo'l unum, siyosiyda texmi ko'p qirlashgan tuzumni keltirib chiqara olamdi. Bu masalaning javobi davlat sabablik o'xshamaydi. Sovet ittifoqini elib aytsak, ko'pinchalar texmi muvofiq ekanligidan gumonlanadiganligini bildirishi mumkin. Mazkur kitobning dastlabki 2 bobida bayon qilingan sabablar tufayli Gorbachevning siyosati yer shari miqyosida raqobat kuchiga ega iqtisod borliqqa keltirilishi nihoyat tas. Ham kompartiya bo'sh nazoratchiligini yo'l qo'ygan ahvolda xalq o'z-o'zini idora qilish huquqidan bahramand bo'ladigan siyosiy tuzilmani barpo qilishimi nihoyat tas. Leninizmning demokratiyaga qarshi turish an'anasi davlatning ko'p millatlik bo'lishi va cho'nqur yiltiz tortgan markaziy hokim mutlaq o'rtaq ta'sir ko'rsatib, jamiyatni siyosiy va boshqarish huquqini unumlik tövanga tushishni qabul qilolmas qilib qo'yib, bu jihatga aktiv taraqqiyotda to'sqinlik qildi. Sovet ittifoqida siyosiy ko'pxillikni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishning ehtimolligi boshqa 4 xil ehtimollikdek cho'ng emas. Birinchi ehtimollik bo'lsa, uzunga so'zilgan, qilchi natijasi bo'lmagan tuzilma krizisi bo'lib, tuzilma krizisi necha 10 yil davomlashsa-mu aniq hal qilish usulini topolmaydi. Yana kelib, iqtisodda bargan siri norozi bo'lgan shahar ommasi bo'libmi siyosiy jihatda texmi muqimsiz bo'lgan ruslardan boshqa millatlar pat-pat ijtimoiy malamanchilik paydo qiladi. Ikkinchi ehtimollik bo'lsa, malamanchilik tinjigandan keyin Rossiya tarixidagi azaldan bor bo'lgan markaziy hokim mutlaq hukmronlik qayta bosh ko'tardi. Ammo iqtisodiy kasatchilikmi qayta bosh ko'tardi. Belgilik vaqtda bu ahvol ehtimol 3-chi ehtimollikni, ya'ni armiya va KGB siyosiy o'zgarish qo'zg'ishini, ya'ni hatto kishilar oldin qiyos qilganidek Gorbachev olamdan o'tganda yuz berishi mumkin, keltirib chiqarishi mumkin. Siyosiy o'zgarish ommaning cho'ng ruschilik, millatchilik kayfiyatidan foydalanishi mumkin. 4-chi ehtimollik bo'lsa, uzunga so'zilgan krizis eng oxirida talto'kis aniq bo'lmagan kompartiya hukmronligini og'dirib tashlash ko'rishiga aylanib, mazkur bobning boshlanishidagi xiyoliy manzarni reallikqa aylantirishi mumkin. Lekin navbatdagi ahvolda
bu ehtimollik yo'q deyarlik. 4-chi ehtimollik yana birlikka kelgan davlat bo'lgan Sovet ittifoqini parchalab, Sovet ittifoqi ichida saqlanғыл bo'lmaydigan milliy to'polon yuz berishi mumkin. Sovet ittifoqida yuz berish mumkinchiligi eng yuqori bo'lgani uzunga so'zilgan qilchi natijasi bo'lmagan krizisdir. Krizis tinjigandan keyin qaytadan iqtisodiy kasatchilik davri kirdi. Bundaq oqibat kommunizmning umumiy krizisini ig'irlashtirib, kompartiya davlatlari orasida yanama ilgirlab bo'linishni keltirib chiqardi. Ideologiyaning parchalanish musofasini tezlashtirdi. Yana bo'lgunchilik orzularini kuchaytirish bilan birga Sovet ittifoqidagi har qaysi millatlar orasidagi jiddiy ahvolni keskinlashtirdi. Qandaqlı bo'lmasin, hukumatning ta'limotiga bo'lgan gumon ideologiyadagi vakuumni paydo qilib, har xil ijtimoiy kayfiyatlarni ifoda qiladi. Gorbachev buyuk Rus millatchiligini qayta tirildirib qolmay yana boshqa millatlarning millatchiligining bosh ko'tarishiga ishik ichib berdi. Oqibat Gorbachev maqsadsizlar tarixning musofasida Sovet ittifoqining haqiqiy parchalanishidek ehtimollikni o'rinlashtirishi mumkin. İnqilobning davomlashish vaqti qancha uzun bo'lsa, Ruslardan boshqa millatlarning kayfiyati shuncha ulg'aydi. Moskvadan har qaysi ittifoqdosh jumhuriyatlarga texmi ko'p huquqni berishni talab qilgan milliy to'polon yuz berib, hamon bir kuni, ya'ni ehtimol nihoyatda tez bo'lishi mumkin, milliy egilik huquqini oshkor talab qiladigan kurashga aylanadi. Bo'ysundirilib uzun o'tmagan Litva, Latviya va Estoniyada bu ahvol yuz berdi. Ko'p xil din va madaniyat an'anasi bor bo'lgan Armeniya, Ozarbayjon va Gruziyadami bu ahvollar ko'rilishga boshladi. Uzun o'tmay bu ahvol ehtimol musulmonlar nufusi ko'p sonliqni egallaydigan Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istonga yomirishi mumkin. Slaviyalar ko'p sonliqni egallaydigan Ukraina, hatto ruslashish darajasi eng yuqori bo'lgan Belarusiyadami o'xshash xildagi milliy harakat ko'rilishi mumkin. Bu Moskvaga nisbatan eng xatarlik ish xolos. Ukraina nüfus ko'p va boyligi mo'l bo'lganlikdan Sovet ittifoqining mavjudligiga eng og'ir tahdid paydo qiladi. Umumlashtirganda 21-asrning oldingi yarmida dunyoda keskin milliy to'qinish qiyinchiligi eng cho'ng bo'ladigan rayon ehtimol Sovet ittifoqi bo'lishi mumkin. Bu vaziyat millatchilikning eng oxiri kommunizmni yengib chiqadiganligini ifodaladi. Milliy munosabatlar jiddiylashganlikdan Sovet ittifoqining parchalanish markazidan qochma kuchi bargan sir cho'ngaydi. Bu masalani amal bar hal qiladigan yana islohot bekitgan nishonga, ya'ni iqtisodda huquqni bo'lishish va siyosiyda ko'p xillashish uyg'un keladigan birdan bir ijobiy loyiha qattiq bostirish vositasi bilan Sovet imperiyasini saqlab qilish emas, balki haqiqiy Sovet federatsiya tuzumiga o'tishdir. Lekin Ruslardan boshqa millatlarning milliy hissiyoti ulg'ayib ketganlikdan haqiqiy o'zi xohlagan holda federatsiya bo'lish ehtimolligi yo'q deyarlik. Buningdan sirt Moskva mubodo rostilla iqtisodiy va siyosiy huquqni qo'yib bersa, Moskva imperiyasining oxirlashish va Rossiyaning dunyodagi kuchli davlatlar o'rnining to'xtashidan derak berdi. Bu vaziyat albatta Ruslarni xushal qilmaydi.
uzunga so'zilgan krizisni oxirlashtirish va markaziy hokim mutlaq hukmronlikni asliga keltirishni maqsad qilgan harbiy siyosiy o'zgarish kommunizmning butkul dunyoda yo'qilishiga foydaliq, hatto yo'qilish sur'atini teziltidi. Növbətdə ideologiya əməli mənasını yo'qotdi. Ruslardan başqa millatlarning kayfiyati o'zliksiz ulg'ayyotidu. Bu ahvolda harbiy siyosiy o'zgarishga tayinib, markaziy kontrollikni asliga keltirmoqchi bo'lganda, nazariya jihatdan rasmiy bahona topgandan sirt, yana cho'ng ruschilik millatchiligining kayfiyatining yordam bilan siyosiy o'zgarishga qonunliq o'rin tepish hamda ruslardan boshqa millatlarning harakatlarini bostirishda ommaviy asos qo'lga keltirish kerak. Lekin Stalinizmning koni taktikasini ishlatmasa, millatchilik hissiyotini tüp yiltizdan yo'qotqili bo'ladigan, bo'lmaydiganligi gumonlanishga arziydi. Millatchilik hissiyoti Pandora qutisidan chiqib ketdi. Millatchilik ustunlikni egillagan davrda Pandora qutisining eg'izini itaman debmi atkili bo'lmaydi. Bir vaqtda oshkorliqmi cho'ng ruschilik millatchiligining oshqulliqqa qarab taraqqiy qilishini ilgari surdi. Ba'zida hatto asabiy shovinizm bosqichiga bordi. Hukumat ideologiyasining shuhrati yerga urildi. Qoldirib qo'ygani bir parcha vakuum bo'lib, millatchilik dal yo'chiqdan foydalanib kirib oldi. Başqacha canlangan va ta'sir kuchi cho'ng Rus ommaviy tashkiloti, xotirlash jamiyati bu vaziyatdan to'liq foydalandi. Cho'ng ruschilik millatchilik hissiyotini qattiq quturatdi. Bu kishilar kommunizmning 70 yildan buyon o'zlarining milliy an'anasiga keltirgan ziyonlardan, ya'ni xotirlash jamiyati sababidan Yahudi tirildiruvchilari va akin masonchilarning ta'siridan deb qaraydi. Bargan sir norozi bo'ldi. Bir vaqtda uzunga davomlashgan krizisning ehtimol imperiyasining parchalanishini teziltib etishi mumkinligidan bargan sir qo'rqadigan bo'ldi. Helsinkidan Leningradgacha bo'lgan temir yo'l yoqsida Sovet ittifoqi chegara mudofaa punkti gul bargidan tizib chiqargan. Biz taram-taram yo'lla kommunizmga tutashgan davrda yashayapmiz degan umidvor shuarba. Ammo Sovet ittifoqida kelgusida yuz beradigan barliq o'zgarishlar kommunizmning chekindiganligidan derak bermoqda. Islohotning muvaffaqiyati kommunizmning usullarini qattiq suslashtirdi. Uzun muddatlik malamanchilik hozirgi siyosiy tuzilmaning huquqni tinch holda texmi jonliq, o'zini o'zi boshqaradigan jamiyatga topshirib berish iqtidorining yo'qligini ifodalab berdi. Yana ko'rilgan iqtisodiy kasodchilik kommunizmning qilchimi kelgusi yo'qligidan derak berdi. Millatchilik va ideologiyaning talabini chiqish qilib qo'zg'agan siyosiy o'zgarish Sovet ittifoqining xalqarodagi shuhratini yerga urdi. Davlatning parchalanishi texmo mag'lubiyatdan belgi berdi. Shundaq qilib Sovet ittifoqidagi mag'lub bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini belgili bo'lmaydigan kelgusida Sovet ittifoqining o'zidila kommunizmning shuhratiga hamda yer shari miqyosidagi kelgusiga foydasiz ijtimoiy va siyosiy omillar bor. Sharqiy Yevropadagi siyosiy va ijtimoiy o'zgarishmo kommunizmning umumiy krizisini keskinlashtirishi mumkin. O'zgarish ahvoli davlatga qarab farqli bo'ladi. Ammo millatchilik kayfiyati va millatdan halqigan yangi bir xil kollektiv ongning turtkisiga uchraydi. Millatchilik hissiyoti uzundan buyangi to'qinishni keskinlashtirdi. Masalan, Hungariya, ya'ni Vengriya va Ruminiya orasidagi Transilvaniya talash tortishi,
millat halqıgan kollektiv aң, ehtimal birlikka kelgan Yevropa ko'z qarshini barg'ansir jalb qilish kuchiga ega qilib, eng oxiri sakratga tushib qolgan kommunizmning internatsionalizm qarshining o'rnini elishi mumkin. G'arbiy Yevropa kunsir taraqqiy qilib, ismi jismiga loyiq organik iqtisodiy gavda bo'lib qoldi. Yevropaning siyosiy bir gavdalashishi, iqtisodiy bir gavdalashishga ergishib barliq kelganda, Yevropaning tarix va madaniyatining sharqiy yevropaliklarni jalb qilish kuchi zo'r darajada oshidi. Sharqiy yevropaliklar bilan Yevropa zich munosabatda bo'lish o'zlariga iqtisodiy foyda ato qiladi. Texmo bir gavdalashgan iqtisodda hayotiy kuchga to'lgan, madaniyatda sehriy kuchga boy Yevropa bilan davolg'ub tinjimagan yoki iqtisodiy kasatchilikda olg'a bosolmagan Sovet ittifoqi bilan ro'shan hamda kishining diqqatini tortadigan selishtirma hosil qiladi. Şoňa birlikka kelgan nazariya va ijtimoiy taraqqiyot andisi bo'lish sifati bilan kommunizm amdi Sharqiy Yevropaga mos kelmaydi. Kommunizm bir xil nazariya bo'lish sifati bilan ideya sohasiga bo'lgan jalb qilish kuchini yo'qotdi. Bir xil andisi bo'lish sifati bilan hatto hukmronlik qatlamida shuhrati allaqachon yerga urildi. Bu dal ikki aloqador masalani o'ttirg'a chiqardi. Birinchi, hozir mavjud bo'lib turgan kommunizm tuzumining parchalanishi qandoq yuz berdi? Ikkinchi, parchalangandan keyin g'arb demokratik davlatlaridagidek tuzum barliq kelamdi yoki millatchi davlatlarnikidek mustabid tuzum barliq kelamdi? Ahvol ehtimol intayin murakkab bo'lishi mumkin. Barliq Sharqiy Yevropa davlatlari degudak G'arbiy Yevropaliklar bilan quyuq munosabatda bo'lishni ko'zlamoqda. Polsha va Hungariya ehtimol izchil bu sapning oldida menishi mumkin. Bu ikki davlat yana Sovet ittifoqiga ularga majburiy tangan tuzumni paydin-pay buzish jarayonida boshdan oxir boshlamchilik rolini o'ynashi mumkin. Birla vaqtda o'ziga xo'ja bo'lgan, kompartiyaning kontrolligiga uchramagan avam jamiyati bu ikki davlatda ko'rilib, zolim siyosiy huquqning doirasi o'zliksiz tariyib, haqiqiy siyosiy turmushimo asliga kelishni teziltidi. Şoňa ikki davlat boshqa Sharqiy Yevropa davlatlariga qaraganda oldi bilan hal qilg'uch mo'yim burilish bosqichiga kirdi. Faqatli qurol kuchiga murojaat qiladigan, orqa-orqadan mag'lub bo'lib chekingan, ilojsiz qolgan. Ya'ni, lekin hokimiyat shaklida yanala kompartiya bir partiyalik diktatorlik tuzum, haqiqiy siyosiy tanlash erkinligi bo'lgan, ismi jismiga loyiq ko'p xillashgan demokratik tuzumga o'zgardi. Lekin bu burilishni tamomlash nihoyat tas. Bugunga qadar birarmi kompartiya hokimiyati bu burilishni tinchlik bilan tamomlagani yo'q. Hungariya tinchlik bilan o'tishni amalga oshirish mumkinchiligi eng yuqori davlat. Hungariyaning yer maydoni kichik, jo'g'rafiyaviy siyosatdan aytgandimi, Sovet ittifoqi bilan munosabati cho'ng emas. Shunga Moskva Hungariyaning ichki o'zgarishiga aralashishning mumkinchiligi yo'q deyarlik. Hungariyaning hukmronlar qatlami Polshaga qaraganda texmi ochiq yo'ruq va o'ziga ishonadi. Barliq bu omillar Hungariyani ko'zga ko'ringan holda avam jamiyatidan paydin-pay siyosiy jamiyatga o'zgartib, haqiqiy ko'p xillashgan aloyidlikka ega qilishi mumkin. Polsha jamiyati garchi Hungariyaga qaraganda texmi qoyil qilarlik shaklda siyosiydagi o'zini ozod qilishni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, ammo Polshaning tinch o'tish ehtimolligi Hungariyanikidek cho'ng emas. Polshaning kuchlik milliy hissiyoti va kompartiya hukmronlarining
ojiz va iqtidorsizligi kommunizmning yo'qolishi bilan birga bir mezgil malmanchilik ko'rildiganligidan derak bermoqda. Albatta ishlar zodi qanday taraqqiy qiladiganligida yana Sovet ittifoqining bu jarayonni qanchalik darajada sig'dira oladiganligiga qarash kerak. Sharqiy Yevropadagi boshqa rayonlarda ahvol texmo murakkab bo'lishi mumkin. Sharqiy Germaniya kompartiyaning prosessi bo'lib qoldi. İntizamlıq, dadil, unumlikdir. Bo'libmi G'arbiy Germaniyaning keng qo'rsaqlik bilan pul chiqarishi Sharqiy Germaniyaning iqtisodini taraqqiy qildirishiga yordam berganda, Sharqiy Germaniyaning hozirgi holati xeyli uzun vaqt davomlashishi mumkin. Lekin Sharqiy Germaniyaning muvaffaqiyati asosligi alayda milliy va madaniyat an'anasi sababli bo'lib, hozirmi kommunizm tuzumini yo'lga qo'yganligidan emas. Chexoslovakiya, Polsha, Hungariyaning orqasidan mengib, Sovet ittifoqicha tuzumdan voz kechib, Yevropa bilan munosabatni kuchaytirishi mumkin. Sovet ittifoqida yuz bergan har qanday to'plan Praga bahar harakatidagi kayfiyatni qaytadan uyg'otib, yangi bir navbatlik siyosiy malmanchilikni paydo qiladi. Ruminiya va Bulgariya ehtimal o'zgarishlarda eng orqada qolishi mumkin. Ammo ikki davlat millat ehtiyojiga asosan davlat ichi siyosatini bekitadi. Sovet ittifoqining Sharqiy Yevropadagi siyosiy o'zgarishiga qanday inkas qaytirishi o'zining o'zgarish qadami va musofasiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Agar Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropaning o'zgarishini sig'dira olsa, undaqda o'zimi ehtimol uzun hamda ta'sir yetkili bo'ladigan, ammo cho'qim davolg'ib tinjimaydigan davlat ichi o'zgartishini yurgizishi mumkin. Agar Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropaning o'zgarishini qattiq bostirish g'arzida bo'lsa, undaqda o'zining islohot qadamini ostiltishi mumkin. Haqiqatan imperiyaning sirtqi chegarasini saqlab qolmoqchi bo'lsa, ehtimol Gorbachevning islohotini oxirlashtirishni badal qilishi mumkin. Sharqiy Yevropa mayli Yevropa ittifoqi cho'ng oilasiga kirishga aktiv izdansin yoki Sovet ittifoqining bostirishiga yana bosh egsin, hammasi kommunizmning butkul dunyodagi o'rniga ziyon yetkazadi. Faqat Jungoning navbatdagi taraqqiyoti kommunizmning qaytadan güllinishidan derak bermoqda. Ammo Jungoda bo'lgan taqdirdami eng oxiri o'ylamgan ahvol yuz berishi mumkin. Ilgir tasvirlagandek Jungo hokimiyati o'z davlatini Tinch okeanni cho'rdigan gullangan davlatlar qatoriga kirgizish tirishchanligi muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Lekin muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsa, Jungoning qo'llangan siyosati cho'qim marksizm-leninizmning nazariyasidan bargan sir yiroqlashidi. Kompartiya davlati bo'lgan qo'shnilarning iqtisoddagi intayin muvaffaqiyatli bo'lgan siyosatiga, ya'ni tashqi savdoni davlat ichi iqtisodiy taraqqiyotini siljitish, vasitasi qilish siyosatini o'z ichiga oladi. Bargan sir o'xshaydi. Sodalashgan, qisman cheriklashgan kommunizm nayt yuqori iqtisodiy ishga erishalaydi. Ammo ideologiya jihatdagi an'anaviy qarshi cho'qim zo'r darajada suslaydi. Jungoning iqtisodda muvaffaqiyat qozonishi marksizm-leninizm ta'limotidan yanama ilgirlab voz kechishni talab qiladi. Bir vaqtda Jungomo boshqa kommunizm davlatlari, masalan, Vyetnam yoki Shimoliy Koreyaning ulgusi bo'la oladi. Shunga an'anaviy kommunizm ta'limoti ig'ir zarbaga uchraydi.
Әмма bu Cungo'nun iqtisadi islohatining mag'lubiyati kommunizmning ideologiyasining asliga kelish kuchini yana bir qatim qonunliq o'ringa ega qiladi deganlik emas. Dal aksicha, nurg'un Cungoliklar ehtimol iqtisodning mag'lubiyati ikkilamchi kommunizm muhitida iqtisodiy muvaffaqiyatga erishishning mumkin emasligini, faqat an'anaviy marksizm-leninizmning siyosiy erkinlikka bo'lgan cheklamasini tamoman yo'qotgandila, ondan iqtisodiy muvaffaqiyatga erishgili bo'ladiganligini yanama ilgirlab isbotlab berdi deb qarash mumkin. Shundoq qilib, siyosiy o'zgarish kun sari muhimlashidi. Jungo saqlang'il bo'lmaydigan holda keskin, jiddiy siyosiy kurashni boshdan kechirdi. Iqtisod kun sari ko'p xillashgan uzun masofada Jungoda eng oxirida cho'qim o'zining siyosiy talabini o'ttirg'a qo'ydigan avam jamiyati borliqqa keladi. Shunga qattiq, hatto bo'ron chapqin kabi siyosiy qarshilashish yuz berishi mumkin. Ma'lum bosqichda Jungoning iqtisoddagi muvaffaqiyati siyosiy krizisni qo'zg'aydi. Siyosiy krizis aksicha iqtisoddagi muvaffaqiyatga ziyon yetkazadi. Jungo rahbarlari reallikdan o'zini mangu qochira olishi mumkin emas. Markaziy hokim mutlaq kommunizm tuzilmasi va huquqni tarqoqlashtirish o'zini boshqaradigan jamiyat orasida mang'il bo'ladigan orliqdagi yo'l yo'q. Hozirgi mavjud kompartiya davlatlardan sirt inqilob yoki saylam orqali yangi kompartiya hokimiyati qurishning fursati yo'q deyarlik. Marksizm-leninizm ideologiyasining yemirilishiga ergishib, inqilobiy faoliyatlar, bo'libmi 3-chi dunyodagi inqilobiy faoliyatlar o'z rayondagi alayda sabablik yuz berdi hamda ma'lum aralashma ta'limot orqali qo'zg'aladi. Bu aralashma ta'limot Marksizm-leninizmning ba'zi tarkiblari bilan o'z rayonidagi kishilarning hissiyotini qo'zg'atqili bo'ladigan, kishilarning ideyasiga yoqadigan ta'limotni bir gavdalashtirdi. Proning nurliq yo'l yoki Latin Amerikasining ozodlik ilohiyatshunosligi dal bu bir kishining ulgusi. Ümitsizlik va tushkunlik siyosiy zo'ravonlik qilmishi keltirib chiqargan rayonda yana boshqa shakldagi nazariya, bo'libmi ma'lum diniy mazmunga singib kirgan nazariya borliqqa kelishi mumkin. Hozir ozlab qolgan zo'ravon inqilob nazariyasi va jamiyatni tezlikda o'zgartishni majburiy yo'lga qo'yish nazariyasida muqarrar marksizmning bir qism tarkiblari aralashgan. Marksizmning tarixiy qarashi dunyo bilim meroslarining bir qismi. Har qandaq oshqun rahbar angliq yoki angsiz holda marksizmning ba'zi qarashlarini o'zining inqilob tashviqotlariga singdirdi. Ammo hech kim cho'qim marksizmni cho'qim to'liq qabul qilish kerak deb qaramaydi. Marksizm o'zining tarixiy o'rnini allaqachon yo'qotdi, endi umumyuzlik sistemalashgan nazariya emas. Buningdan sirt hatto kommunistlardami falsafadagi panizm xohishi umumyuzlik mavjud. Bu xohish kishiga yaqinqi yillardagi diniy sohadagi pan-xristianizmni eslatadi. Bundaq nisbiylik nazariyasi xarakterdagi tafakkur shaklida nihoyat yaxshi bir misol bor. Dal Sovet ittifoqining obzorchiligida ko'rilgan kunsir ro'shanlashayotgan xohish bo'lib, ular Sovet ittifoqining kommunizm qurish musofasida nazariyaning burmlanganligini, Sovet ittifoqining tajribasi amdi hamma yerga mos keladigan nazariya emasligini e'tirof qildi. Ideyadagi suiiste'molchilik, pragmatizm va fursatparastlik siyosatda texmi ko'p bo'shashtirishning borligini, kishilarning qarshi elishiga sazovar bo'lganligini tushuntirib berishi mumkin. Ammo nazariya yoki dinga
barğansır ağır, soğuq pozitsiyada bo'ladiganligidan bisharat berdi. Bu xildagi soğuq pozitsiya e'tiqod kun siri yo'qolayotgan birinchi bosqichning yadrosi. Bu bir ichki o'zgarish. Mutlaqchilikdan nisbiylikqa burilish, dogmachilikdan har kim o'z qarshida bo'lishga burilishdir. Lekin bu burilish dal kommunizmning azobidir. Davomi bor.